Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanal a'zolari. Bugun biz Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi Chubuloq mahallasiga qo'yilgan stanoqlarimiz bo'yicha video qilishga kelganmiz. Bu yerda Komil akamiz va Fayz akamizga qo'yib berganmiz stanoqlarni. Ustalardan bir intervyuga gapga tortib savollar bilan yuzlanamiz, xudo xolasa. Stanoqlarni joylashini, o'zini bir ko'rish uchun ko'rsatish uchun sizlarga video tayyorlaymiz, xudo xolasa. Diqqatingizga umid etamiz. Mana beshalkalarimiz, ovozchalari mana umuman ovoz yo'q. Bir gram ovozchasi yo'q, chunki ziyanli qilib yasalgan. Shovqinlari shotga emas. Aralashtiriladi, tez aralashtiradi beshalkalari. Xo'p. Yerdan taydan balandroq qilingan, sababi nima? Aravamiz kirib, bemalol o'sha qorishmamizni olib ketish uchun. Ikkita arava qilib berganmiz. Ikkita aravasi navbat bilan mana bu. Navbati bilan toshaveradi. Bu yerda o'rganib olishibdi. Bir-biriga kuzatib borishar ekan. Aravalarimizda. Bu mana chiqqan blokchalari. O'zi bir hafta 10 kun bo'ldi bu. Sanoat berib o'rganimizga. Chiqqan blokchilari 10 tadan bitta mana bunday yarimtalik qilganmiz bo'linish uchun. Har birimizga yana sanoqchilar. O'zlari zo'r professional ustalar ekan. Biz даже kemada ham buni ishlatib berib o'rgatishdi. Soba hormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Bir stanoq haqida bir so'ramoqchi edik. Qanday bu stanoqlarimiz? Sizga ma'qulmi? Oldin ham ishlagansiz shunaqa stanoqlarga? Trosligi yoki yangi modellardan farqi qanaqa? Bu yaxshi. Xo'p, qarang. Tros uzilmaydi, to'g'rimi? To'g'ri, bu zanjirlarimiz uzilmaydi. Cho'zilib ketmaydi, ligirovkasi o'zgarib ketmaydi, ha? Keyin balandligini ligirovka qilish qancha vaqt qilyapsiz? Mana balandligini. Ketmaydi lekin. Yo'q, vaqti emas, necha kunga bir yoki bir oyga bir, 2 oyga bir qo'yganingizdan beri biror marta qildingiz? Bir marta tekingan. Tegingansiz-a? Bu ham ustunlik bo'ladi. Sababi biz o'ylab chiqamiz shu narsani, sababi shu ustalar uchun ham, umuman mijozlar uchun ham qulaylik bo'lishi uchun. Sababi bu ko'p qancha tez ligirovkasi qochsa, shuncha g'ish chiqib ketadi. Uni to'g'rilash uchun vaqt ketadi, to'g'rimi? Xo'p, bir kunga eng ko'pi nechta qo'ydingiz? Realnisi. 4,5 mingta. Kuzatuvchilar uchun 4,5 mingta qo'ydingiz, ha? Va qo'ydingiz. O'rtacha nechta qo'yapsiz hozir? 5 mingta. 3,5 mingta. 3,5 mingtadan 5 mingtadan. Necha kishi shunda ishlayapsizlar? 5 kishi. 5 kishi. Ikkita yoshi keksaroq odamlar ham bor ekan, gap yo'q. Davay, bosing aka. Aziz kuzatuvchilar, mana guvohlar bo'lganlaringizdek, 4,5 ming, 5 ming qo'yib beryapti. 12 talik apparatimiz bu, yerga qo'yib berganimiz. Garantiyalarimiz bor, ishlatib ko'rsatib berish xizmatlari ham обязательно bo'ladi uning ichiga. Dastavkamiz yo'q. O'zbekiston bo'yicha любой bunaqada o'zimiz ishlatib ko'rsatib beramiz, garantiyamiz shuning ichiga bo'ladi. Kimga kim shunaqa shlaka blok uskunasini qidirib yurgan yoki shu ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling, nomer qoldiramiz. Narxlari bemalol
murojaat qilsangiz narxlarni ham aytib o'tamiz. Hozirgi kunga bugun 2025-yil may oyiga ko'ra 75 million so'm komplekt. Stanokda o'zi komplektda bitta stanok, ikkita aravasi, bitta shlakablok uskunasi bo'ladi. Shunda komplektda 6 oy garantiya beramiz o'sha uskunalarni ham, uskunalarga servislarimiz bor. Onlayn ham, offlayn ham servis ko'rsatib beramiz. Albatta videomizni yoqsangiz, layklarni yoqsangiz, qo'llab-quvvatlovchi albatta layk va bosib, podpiska bosib qo'ying. Chunki videolarimiz kuzatib borish uchun kimgadir yaqinlarga jo'natib qo'ying, kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.